Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Sodiq 001. Bugungi videoda men o'zimning xohishim bilan ovaman. Men hech qanaqa botdan faqat kerak bo'lib qolgan narsalarni ola olaman. Misol uchun hozir menga har 2 minutda narsa olishim mumkin. Bu yoqqa kirib, ungacha olishim mumkin emas. O'shaning uchun hozir men kerakli narsalarni olib oldim. Bo'ldi. Hozirchalik menga hech narsa kerak emas. Bularni bu yoqqa qo'yib, botdan yana bitta joy ochib, botdan qilib ishimol shot demas. Ana menga ikkita temir tushdi. Bu hozir menga kerak bo'ladigan narsa bu temir. 2 minutga ozgincha qoldi. Keyin men yana fakel olish esimdan chiqibdi. Fakel. Lekin men hozirchalik bunda emas. Yana bitta qo'lab. Voh! Omad debari. Hozir botga buni bu yoqqa qo'ysam, uchib turib. Demat. Bunaqa bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, menda 2 minut bo'ldi. Endi yana xohlagan narsamni olishim mumkin. Undan oldin mana qani? Shamolni otaman. Mana endi menga pechka kerak, pechka. Menga hamma narsa o'shanga bu. Agar narsalarni shunday berib olmoqchi bo'lsam, bemalol xohlagan paytim kira olaman. O'shaning uchun bu narsani berib olaman. Pechkani bu yoqqa qo'yib tashlayman. Voy! Nima deyapman? Hozir endi temirimni olib ketaman. Ketdim. Kravatniga kerak. Botga tushish kerak. Ko'mir yaxshi. Ko'mirlar. Botda ozgincha yorug'lik qilsa, buni tepadan buni endi bu kerak emas boshqa. Endi shamolni olib bitdi. Bunga ochish kerak. Endi botdan ozgincha surib turibdi. Yana ko'mir. Omad bu, omad.
Do'stlar, mana hozir biz Netherga suraveramiz. Do'stlar, bizda hali ko'p minut bo'lmadi. Shunga 6 minutdan keyin shuna bitta nimalardan bo'lishi kerak. Lekin men hozir chiqamayapman. Ana bo'ldi. Voy, kattagina ekan. Bo'ldi, endi men Netherga suraversam bo'ladi. Yo'q, men jonsizdaman-ku, anaqa portal quramiz bunaqasiga. Davay, sразу, lekin video to'xtamaydi. Bunaqasiga qo'shiladi. Bizning maqsadimiz, mening maqsadim qishloq topib videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar-da. Ana bo'ldi do'stlar, portal tayyor, lekin hozir men portalga tushishim bilan olishim kerak. O'shaning uchun men birinchi kimni bo'lishini kutib turaman. O'shaning uchun verstakan kerak bo'ladi. Hozir menga lekin bular kerak emas. Ovqatga kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozir lekin men mashdan turib sakraymiz do'stlar. Ozgincha sekundlar qoldi. Ungacha biza yerda xohlagancha dinamit, ya'ni bomba qo'yib turamiz. Voh! Omad chiqadi do'stlar. Shunday qilib o'xshatdimi, portlaydimi? Va, suv bor ekan. Endi tepaga. Endi portalga. Do'stlar, men anaqa yana bir ikkita narsalar olaman. O'shanga bularni hozirchalik dinamitlarning keragi yo'q. Hamma narsani mana shu yerga qo'yib turaman. Bitta bu kerak bo'lib qoladi. Hozir men aslahalar olaman. Bu ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Urushga yana menga arbalet ham kerak bo'lib qoladi. Menimcha bo'ldi. Deyimizda uchib turib, yiqilib turib, urib yana chiqib
Do'stlar, o'sha Ender Dragon'ni kristallarini otishib bo'ldim. Aytgancha do'stlar, shundoq qilib tiqsela bo'ldi. Arbaletdan yana poylab boshiga otish kerak, lekin men tez o'ldirgim kelyapti. Video yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Yana qochib ketdi. Tutib olish kerak-da, qanaqa qilib bo'lsa ham. Hali boshiga uramiz. Ha, bo'ldi, o'ldi. Oz keladi. Do'stlar, ko'rasizlar, bu jonni tez o'tishdi. Hozir keladi ham bitta bam bo'ldi. Sen bilan gaplashmayman, bu bilan gaplashyapman. Qoch, buni ko'rish kerak. Wow, do'stlar, shu joyda bitta bam. Bo'ldi do'stlar. Endi bize qishloq topmadik, lekin hemen yangi videoda sizlar 20 ta obunachi bersanglar, mana shu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Undan boshqacha qilinadi. Uylar quraman, qishloqlarga boraman. Bize kirishimiz mumkin hozir. Demak, hozir men oladigan narsam shundaylar shekil. Katta qilib turaylik. Bu tamdan